Assalomu alaykum. Mana yana bitta oshxona mebelimiz tayyor bo'ldi. Buni Farg'ona viloyatiga qo'yib berganmiz. 1 metr 2 million 600 ming so'mdan tayyor bo'ldi. Shuni hozir obzorini qilib beramiz. Xo'p, bir chekkadan boshlasak, bo'yi 270 bo'ldi. Xo'p, pastki qismlari 90. Xo'p, fartugimiz har doimgidek 60. Ibuteka tepa eshiklar 115 bo'ldi. Xo'p, bu chekkada xolodilnik, mo'ykamiz Smart Edge, original 5 funksiyalik. Xudo xolasa ishlatib maza qiladigan mana. Hamma funksiyalar hammasi ishlaydi. Bu yerda gazimiz, onun tepasida vitichkamiz har doimgidek. Bu yoqda shkafimiz mana uzun katta chiroyli bo'lib tushgan. Xo'p, tortmalarimizga kelsak, tandem har doimgidek ko'rinmaydigan mana sekret mexanizmlar. Xudo xolasa o'zi tortib ketadi. Bu yerda kargoyimiz, buni mebeldan yasab berganmiz. Mashinista bu narsalar uchun mana chiroyli qilib holatda. Hop, shkafimiz polniy mana polka bo'lgan ichi tepagacha ancha narsalarni o'z ichiga sig'dirsa bo'ladi. Hop, bu yerda har doimgidek sushovkamiz bor. Sushovkalarimiz ham Nejveyka original zaynamasdan bo'lgan. Hop, endi bu yoqqa o'tsak, o'srifimiz, xudo xolasa mana buni ham chiroyli yasab berganmiz. Buni ham roliklari tandem bo'lgan, ko'rinmaydigan sekretli mexanizm. Bemalol 70-80 kg yuk ko'tara oladi. Xo'p. Bir oldidan mana ko'rib baho berasizlar. Zakazlar bo'lsa aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa chiroyli kletkada olib beramiz.